Laylo endigina 19 yoshga qadam qo'ygan bo'lsa-da, uning nigohlarida yoshiga sig'maydigan chuqur ma'no yashardi. Shahlo ko'zlari go'yo tun osmonidagi yulduzlar kabi yaltirar. Sumbuldek mayin sochlari esa uning husniga yanada latofat qo'shardi. Uni birinchi marta ko'rgan odam avvalo uning go'zalligiga mahliyo bo'lar. Ammo biroz suhbatlashgach, qalbining go'zalligi tashqi husnidan ham ortiq ekanini anglardi. Laylo kitoblarni juda sevardi. Kitob varaqalaridan u o'ziga taskin topar. Ba'zan esa o'sha satrlar orasida o'zi orzu qilgan hayotni izlar edi. Uning orzulari ko'p edi. O'qish, yaxshi kasb egasi bo'lish, onasi bilan birgalikda tinch hayotda yashash uchun shinamgina uy sotib olish va bir kun kelib og'ir kunlarni faqat xotira sifatida eslash. Ammo hayot uning orzulariga yetish yo'lini gullar bilan emas, sinovlar bilan bezagandi. Layloning otasi bundan bir necha yil avval vafot etgan. Oilaning boquvchisi yo'q edi. Uning dunyoda eng aziz insoni xastalikdan tinkasi qurigan keksa onasi edi. Onasining davolanishi uchun katta mablag' kerak. Ular esa shaharning chekkasidagi eski tor ijara uyda yashashardi. Har oy ijara puli, dori-darmon xarajatlari Layloning nozik yelkasiga og'ir yuk bo'lib tushardi. Shu sabab Laylo o'z orzularini vaqtincha qalbining eng chuqur joyiga yashirib qo'ydi. Kunduzi u kiyim do'konida sotuvchi bo'lib ishlardi. Xaridorlarga tabassum bilan xizmat qilardi. Garchi qalbida minglab tashvishlar yashirin bo'lsa ham. Kech tushgach esa restoran oshxonasida idish yuvardi. Muzdek suvda qizarib ketgan qo'llari tun yarmigacha davom etadigan charchoq. Bularning bari unga og'ir edi. Ammo har safar holdan toyganda onasining mehriga to'la chehrasi ko'z oldiga kelardi va u yana sabr bilan davom etardi. Laylo haromdan hazar qilardi. U halol mehnat qilib topilgan ozgina pulning ham barakasi bo'lishiga ishonardi. Har tun sajdaga bosh qo'yib, "Ey Robbim, onamga shifo ber. Men faqat uning sog'ayganini ko'rishni istayman", deb ko'z yosh to'kardi. U juda go'zal edi, ammo uni haqiqiy go'zal qilgan narsa husni emas, sabri, iffati, tarbiyasi va Allohdan qo'rqib yashaydigan pok qalbi edi. Hayot esa Laylo uchun hali yana qanday sinovlar tayyorlab qo'yganini u hali bilmas edi. Toshkentning tunlari ba'zan juda sokin, ba'zan esa odamning yuragiga g'ulg'ula soladigan darajada vahimali bo'lardi. O'sha kecha Laylo ishxonadan kech qaytayotgan edi. Qo'lida sumkasi, qulog'ida naushnik, xayoli esa ertangi kun rejalari bilan band. U tor ko'chadan o'tayotganida ortidan mashina sekin yurayotganini sezdi. Avvaliga e'tibor bermadi. Ammo mashina uning yonida to'xtagan zahoti yuragi hapqirib ketdi. Eshik ochildi. "Tez bo'l", dedi dag'al ovoz. Ikki erkak Layloning qo'lidan tortdi. "Qo'yib yuboring, yordam bering", Laylo bor ovoz bilan baqirdi. Ko'cha huvillab yotardi. Birdan qorong'ulik orasidan qora kiyimdagi yigit yugurib chiqdi. Uning zarbalari tez va aniq edi. Bir necha soniya ichida erkaklar yerga quladi. Mashina esa shoshilib qochib ketdi. Laylo qo'rquvdan titrar edi. Siz kimsiz?" dedi u zo'rg'a. Yigit yuzini burdi. Ko'zlarida og'riq bor edi. Goh o'zgarar sokin hayot, kimdir to'sar daryoni ham, qayg'urma do'st yo'q. Yigit jim qoldi. Notanishlarga ishonmang. U shunday dedi-yu, qorong'ulik bag'riga singib ketdi. Laylo esa o'sha ko'zlarni unutolmadi. olmadi. Oradan bir nechta hafta o'tdi. Laylo tasodifan bozorda o'sha yigitni ko'rib qoldi. U dorixonada dori olayotgan edi. Laylo ortidan bordi. "To'xtang." Yigit ortiga o'girildi. "Siz o'sha kuni menga yordam bergandingiz." Yigit sovuq ohangda javob berdi. "Men sizni tanimayman, ammo men sizni unutmadim." Yigit ketmoqchi bo'ldi. "Ismingiz nima?" U bir necha soniya sukut qildi. "Amir." Vaqt o'tgan sari Laylo Amir haqida ko'proq bilib bordi.
Amirning ota-onasi yo'q edi. U yolg'iz singlisi Muslima bilan yashardi. Muslima og'ir kasal bo'lib, uning davolanishi uchun akasi ko'p miqdorda pulga muhtoj edi. Bir kuni Laylo haqiqatni tasodifan bilib qoldi. Amir yarim tunda qora kiyimda begona uy devoridan oshayotganini ko'rdi. Layloning nafasi ichiga tushib ketdi. Ertasi kuni u Amir bilan uchrashdi. Laylo, qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz hali harom pul topaman deng. Nima deyapsan? Tushunmadim. Siz o'g'ri ekansiz. Amir kulib yubordi, ammo bu kulgu achchiq edi. Ha. Nega? Chunki kambag'allik halol odamni ham sindirar ekan. Nima? Bu yo'l noto'g'ri. Tushunyapsizmi? Bu yo'l noto'g'ri. Amir jahli chiqib ketdi va dedi: "Kasal singlimni yonida turib, menga halollik haqida gapirma." Layloning ko'zlariga yosh keldi. Harom yo'l bilan topilgan pul hech qachon shifo olib kelmaydi. Alloh sabr qilganlarni yolg'iz qoldirmaydi. Amir jim bo'lib qoldi. Laylo yashirincha yordam izlay boshladi. Xayriya fondlariga murojaat qildi. Shifokorlar bilan gaplashdi. Butun shaharga qora parda tashlaganda, ko'chalar huvillab qolgan, faqat uzoqdagi mashinalar shovqini jimlikni buzardi. Amir deraza yonida tik turar, stol ustidagi dorilar qutisiga tikilib qolgan edi. Kasalxonadan berilgan hujjatlar uning qo'lida titrardi. Operatsiya uchun so'nggi muddat 3 kun. U qog'ozni g'ijimlab tashladi. Yotoqda yotgan singlisi Muslima rangsiz yuz bilan unga qaradi. "Aka, men yaxshi bo'lamanmi?" Amir majburan kuldi. "Albatta yaxshi bo'lasan." Ammo xonadan chiqishi bilan yuzidagi tabassum yo'qoldi. Ko'chada uni o'g'ri sheriklari kutib turardi. "Bu safargi ish katta", dedi ulardan biri. "Bir kechada umring davomida topa olmaydigan pul topasan." Amir sukut saqladi. "Roziman", dedi nihoyat. Laylo bu xabarni eshitgach, Amir bilan uchrashishga yugurdi. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Layloning ko'zlaridan ham yosh oqardi. "Iltimos, bunday qilmang." Amir ko'zlarini olib qochdi. "Menda boshqa yo'l yo'q." "Bor. Alloh bor. U sabr qilganlarni sevadi. Kuting. Balki bir eshik ochilar." "Men singlimning o'limini kutib o'tira olmayman." Amir baqirib yubordi. Laylo yig'lab, indamay sukut saqladi. Birozdan so'ng, "Harom yo'l bilan topilgan pul sizni ham, singlingizni ham baxtli qilmaydi. Shuni bilib qo'ying." Amirning ovozi titradi. "Agar Muslima o'lsa, men o'zimni hech qachon kechira olmayman." Laylo uning qo'lidan ushladi. "Men duo qilaman, faqat bu yo'ldan qayting." Amir sekin qo'lini tortib oldi. "Kechir. Men qayta olmayman." U ortiga qaramay ketdi. Laylo esa yomg'ir ostida qolib, qo'llarini duoga ochdi. "Allohim, unga insof ber. Uni o'zing o'z panohingda asra." Tun. Amir va uning sheriklari boy hovliga kirishdi. Hamma joy qorong'i edi. Amir 2-qavatga chiqayotgan paytda oyog'i sirpanib ketdi. U zinadan pastga dumalab tushdi. Boshi qattiq zarb bilan urildi va hamma narsa qorong'ilikka cho'mdi. Amir tush ko'rayotgandi. Atrof dahshatli edi. Odamlar vahima ichida qochardi. Osmon yorilib ketgandek edi. U uzoqdan dahshatli alangalarni ko'rdi. Olov ichida baqirayotgan insonlar. Amirning yuragi muzlab ketdi. "Yo Rabbim!" Birdan kimningdir qattiq ovozi yangradi. "Har bir amal uchun javob bor." Amir olov tomon tortilayotganini his qildi va dahshatdan baqirib uyg'ondi. Nafasi tezlashgan edi. Peshonasidan sovuq ter oqardi. U qarshisidagi devorga ko'zi tushdi. U yerda yozuv osilgan edi. Kim Allohdan qo'rqsa, u unga chiqish yo'lini beradi va uni o'zi kutmagan tomondan rizqlantiradi. Amirning ko'zlaridan yosh chiqdi. "Astag'firulloh, astag'firulloh." U kalima qaytara boshladi.
La ilaha illalloh. Amir sumkani tashlab yubordi va uydan qochib chiqdi. Ertasi kuni butun shahar Amir va uning sheriklarini qidirayotgan edi. Politsiya barcha yo'llarga qidiruv e'lon qildi. Amir esa shahardan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Ketishdan oldin u Laylo bilan uchrashdi. Muslimaning qo'lini Layloga tutqazdi. Uni senga omonat qoldiraman. Laylo yig'lardi. Qayerga ketyapsiz? Gunohlarimdan qochib emas, tavba qilib qaytaman. Men sizni kutaman. Amir ko'zlarini yumdi. Agar qaytmasam, singlimga sen ona bo'l. Laylo yig'lab bosh chayqadi. Bunday demang. Siz albatta qaytasiz. Amir ketdi. Oradan vaqt o'tdi. Amir tavba qilib yashay boshladi. Har kuni namoz o'qib, Allohdan kechirim so'rardi. Shu payt shifokorlar kutilmagan xabar aytdi. Muslimaning ahvoli yaxshilanayotgan. Operatsiyasiz ham davolanish yo'li topilgandi. Laylo sajdaga yiqilib yig'ladi. Alhamdulillah. Bir kuni Laylo dori olish uchun tashqariga chiqdi. Uyga qaytgach eshik ochiq edi. Muslima yo'q. Stol ustida xat turardi. Amir bizni sotdi. Endi navbat singlisiga. Layloning qo'llari titrardi. Darhol Amirga qo'ng'iroq qildi. Amir, ular Muslimani olib ketishdi. Telefon ortida Amirning nafasi og'irlashdi. Amir to'g'ri politsiya bo'limiga bordi. Men taslim bo'laman. Politsiyachi unga tikildi. Nega endi? Shuncha vaqtdan beri qayerda eding? Amirning ko'zlari qonga to'ldi. Singlimni qutqaring, iltimos. U barcha manzillarni, yashirin joylarni aytib berdi. Maxsus operatsiya boshlandi. Otishma bo'ldi. Oxiri barcha jinoyatchilar qo'lga olindi. Muslima qutqarildi. Bir necha yil o'tgach, Amir jazosini o'tab chiqdi. Halol mehnat bilan kichik ustaxona ochdi. Bir kuni eshik ochildi. Laylo kirib keldi. Amir unga uzoq tikilib qoldi. Sen hali ham ketmabsan. Laylo jilmaydi. Tavba qilgan insonni Alloh ham tark etmaydi. Men ham. Amirning ko'zlari yoshlandi. Bu safar uning qo'llari gunoh bilan emas, halol mehnat bilan band edi va qalbi nihoyat tinchlik topgandi.